Bu videoda sizlarga taqdim etishdan maqsad smartfon olishingiz uchun sizga qulaylik yaratish va bu 3 minut yoki 10 minutgacha bo'ladigan video ichida siz o'zingizga mos smartfon tanlashingizga men kafolat bera olaman. Chunki bizdagi har bir narx o'ta arzon va o'ta sifatli smartfonlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kun davomida sizlarga yangiliklar taqdim etishda davom etaman. $779 Dubay regionida 25 ming to'laning yangi holati. Qayerdan bunaqa narxga topa olasizlar aytingchi? Qarang. Xiaomi 13 Pro Plus. Xiaomi 13 Pro bu Xiaomi brendi shunaqangi brendki, iPhone'da ham, Samsung'da ham flagmanni ishlatgisi kelmay qoladi. Bu model o'ziga o'rgatib qo'yadi. O'ta darajadagi moshni apparat. Narxi esa juda ham arzon narxga, atigi $330 ga. Tasavvur qilish qiyin. $350 sotiladi Xiaomi 13 ham. Bu 13 Pro'si. Galaxy S22 Plus'ni o'ta yangi holatda 285 ga A+ segmentda yangida qora rangda aynan bunaqangi qora A+ segmentda topish juda ham qiyin masala. O'z davrida $1000 dan qimmat sotilgan telefonlar hozir $130 dan. Smartfonlar shunaqangi yangiki A+ segmentda bitta nuqtani o'zi yo'q. Haqiqiy yangilikni his eting. Moshnisini his eting, hurmatli obunachilar. Aynan sizlarga iPhone 14 Pro modelimizni 256 GB 90 dan yuqori narxi esa $530 evaziga oq rangda solidniy holatda A+ segmentda S23 Ultra'ni A+ xuddiki yangidek bironta petno yo'q smartfonda, hattoki даже sarafalar olinmagan $490 ga eSIMlargacha o'tgan, O'zbekistonda hali ishlamagan telefon. Bu rang olov rang, yopilganda elegantni, har bir inson, har bir cho'ntag uchun mos keladigan, eng ko'p sotiladigan violet rangda va hamma insonga birdek mazmun keladigan moviy osmon rangda. Smartfon Snapdragon 8 Gen 1 chipiga ega. Bunda katta kuch yotibdi, tezkorlik yotibdi. Narxi sizni hayratlantirmasa smartfonda zakaz bermang iltimos. $300 ga ham bunaqa idealni topa olmaysiz boshqa joydan. Bizda esa $230 dan chegirma qo'ydik. Foydalanib qoladigan payti keldi. Endi qarang. Sizga eng oxirgi model iPhone'larni o'ta katta assortimentni taklif etaman va men sizga $1400 sotilayotgan iPhone 7 Pro ni 1140 ga qilib beraman. 256 hattoki mana imekalari eSIMgacha o'tgan. Orange rangda bugundan e'tiboran siz e'tibor markazidagi insonga aylanasiz. Bu smartfonlar kim uchun chiqadi? Albatta sizlar uchun. Bu smartfonlar olib foydalanish lozim. Yangisi $1380 turadi iPhone 6 Pro Max ni. Ayniqsa qora rangi hozir yo'q hech qayerda. Hamma joyda bo'lsa ham deserti bo'ladi. Qorasi o'sha chiqqan paytda ham o'ta qimmat chiqqan. Endi qarang. 256.91 urinib ketgan desertni ham 9 dan qimmat olyapmiz. Qorasi qimmatroq yuradi lekin 895 ga berib olishga tayyorman. Buni olib foydalansa bo'ladigan narxlar. iPhone 6 Plus ni chexoligacha qilib beraman komplektida bu $625 ga. 15 Pro Max ni kecha bir mijozimiz menga даже $650 ga ham bermay chiqib ketdilar. Men sizga 645 ga qilib beraman. Yangidek holatda. Narxlar arzon bizda. Biz mana misol 650 ga ham ololmagan telefonimizni даже 645 ga beryapmiz. Nima uchun? Chunki mijozni rozi qilishlik uchun. iPhone 15 Pro ni moshni apparatni taklif etaman. Qarang, blue rangda narxi $639 evaziga. iPhone 14 Pro ni 128.96% $490 ga. iPhone 13 Pro Max ni 128.94% $485 ga. Siz bunaqa narxga 13 Pro Max ni ishoning hech qayerdan topa olmaysiz. Aynan 128.95% $405 ga. Haqiqiy moshni apparat. 128 100 hurmatli obunachilar, o'ta darajada yangi $285 evaziga. iPhone 1 ni 128 90 dan yuqori o'ta darajada ideal yangi desini 230 ga qilib beraman. O'zi narxlar ko'tarilishidan avvalan 240 sotilayotgan edi. Bugun qanchalik darajada tushganini his eting. 128 90 dan yuqori $405 ga. Xiaomi 14 bu flagmanlarni ishlatasiz. iPhone'da Samsungning flagmanini Huawei ishlatasiz, lekin Xiaomi'ga teng kela olmaydi. Ishoning, men ishlatib ko'rgan inson sifatida aytaman, haqiqiy moshnisini his etasiz. $389 ga. Bor yo'g'i $100 ga Infinix 60i professionalniy model. Galaxy S24 $430 ga. Hozir 450-460 dan arzoniga olib bo'lmaydi. $185 ga Galaxy S21 modelimiz. S20 $189 ga. S21 Plus xudo xolasa chegirma narxda $425 ga. S20 Ultra'ni $255 ga olish imkoni bor. $300 smartfonda qanchalik darajada arzonlashganizni his eting. 64 GB 92% $240 ga.
6493 220 dollarga iPhone 11 Pro modelimiz. Aynan 75 dollarga Redmi Note 10, 115 dollar evaziga A24, 6 ga 128 talik. Aynan A35 5G ni 185 dollar evaziga, A73 ni 125 dollarga ideal holatda, S21 ni 180 dollarga, aynan Note 10 Plus ni ofitsialniy mekasi o'tgan 200 dollar evaziga, S20 ni 190 dollarga, M33 ni 105 dollarga, narxlar o'ta darajada komfort narxlar. S15G bitta nuqtada o'sha smartfonni bekorga berishga tayyorman. 180 dollarga. S22 ni o'ta noyob variantlarini 245 dan qo'yardim. 255 dan kami yo'q edi, даже 260 ga ham topish qiyin edi. Aynan Fold 4 ni hayratlanarli 380 dollarga tasavvur qilyapsizmi? 380 dollarga даже S23 Ultra ham bermaydi, lekin S23 Ultradan kuchliroq smartfon. Smartfon ham emas, даже planshet. Aynan sizga 8256 lik bunaqa ideal Note 12 ni 108 dollarga berishga tayyorman. S15 ida ofitsialniy o'tgan Gold rangda A+ segmentda 189 dollarga, 24 Ultra esa ideal yesimigacha o'tgan 640 dollarga 512 talisi, lekin 256 lik narxida. 15 Pro Max ni 256 745 dollarga. Shunaqa ideal smartfonlar bizda har doim bo'ladi va bu smartfonlarga biz katta kafolatni beramiz va yangi smartfonlarda ham men sizga va'da berib ayta olaman. Ba'zidagi narxlardan arzon narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Bizga ishonib zakaz bering. Do'konimizga kelsalar xursand bo'lamiz. Biz sizni xizmatingizni qilganimizda har doim mamnun bo'lamiz.